Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum muslim birodarlar. Mana bu qiziq narsalar ham ko'p qaytaraversa hech qiziq joy qolmaydi ekanda. Mana bu nima deb qo'yadi? Ovqatda ham shirin ovqat yeyaversang, bu ham nima deb qo'yadi medaga. Hozirgi mahalda mana nimani yutib ko'rsang, juda bir dahshatli bunaqa narsalar juda ko'p yoziladi. Avval o'zing ochib bo'lib, "Vo, shuni qilibdi ya. Vo" derdi. Hozir hamma o'rganib qoldi. Men ham o'rganib qoldim. Hozir qarasam, bittasi yozibdi, 12 yoshar qizni bo'yida o'qib qolibdi. Nima bo'lib qo'ygan bo'lsa? Ha? Faqat nima? Yangilikmi shu? Yo bo'lmasa uni nima qilish kerak endi? Nimaga bunaqa bo'pti deyish kerak endi. Nimaga bunaqa bo'pti desa, haligi enayini deb gapirish kerak-da. Ha, shunga bo'pti deb. Ve prezident o'zi bosh bo'lib odamlarni buzish uchun 150 ming yoshlar to'plab o'sha yerda mana nima qaraq ifloslik, xudo urgan yoshlarda ashida aroq ichishga o'rgatyapti. Buzyapti. Prezident bosh, premyer yonbosh, ministrlari bo'lsa mingash bo'lgan ularga ashlab shu olyapti. Ha, shunaqa bo'lganda yana nimani kutasan? Haligi bittasi aytdim. Pivo, ilyar pivo 22 tiyin bo'lardi. Nimadan pivoni quyib beribdi, yarim litr idishga bakal deb qo'yardi. Ichdan pasha chiqib qolibdi. Buni ichidan pasha chiqsa desa, 22 tiylik nimaga pulingga nima, sening oltin baliq chiqsin bundan degan ekan. Ashuni senga ahvol shunaqa bo'ladigan bo'lsa, 12 yoshar qizni bo'yda bo'lib, nimaga ajablanasizlar? 150 mingta odam ana shida kechasi bilan mast alas uyga yetib olgan qolganlari erkak o'rni bir nima deb qo'yadi, xilvatlashib ketganmi, ota enasi istab yuribdilar. Nimada keyin o'ylanib qolsa, kelmay qolsa, kechasi kelmay qolsa, nevara hozir kerak emas, mana nevara bo'lib qolmaydi, biz istagan bo'lsa kerak-da. Lekin ahvol shu. Mana prezidentdan boshlab buzg'unchilikni boshlashyapti. O'sha nimadan hukumatni o'zidan Allohning 30 pora Qur'onni inkor qilib, najas qonun chiqarib, o'sha najas qonunga hukm qilib, mana unda buzuqchilik qilaver. Chalaqxona ochiq, zino qilgani borsang, bor ana zino qiladigan ochiq. Nima ilgari nimada ko'chada ham to'lib yotibdi-yu, to'lib yotibdi, lekin ba'zi bir odamlar ko'chada tabi tortmaydi endi. Qo'qis kasali bormi deb. Endi u yerda borsangiz ko'rsatadi spravkasini. Mana soppa-sog' tekshirganmiz. Hamma yo'q yaxshi deydi. Lekin unga shunaqa nima noziylar, nimasi noziyda, dili noziy deb qo'yadi, dili noziy emas. Shunaqa odamlar ishga borsin deyapti. Hali tashqaridagi yuruvdi, ochmayotdi. Qarasa, shu odamlar qolib qolyapti ekan. Ularga ham aytaylik deb shu tabi nozik ekan. O'shalarga uni ochib qo'yibdi. Ko'chada bemalol yurishibdi. Birga uch deb. Yo'q, harigi qora tolmi nima degan bir qora teraymi yo'q. Qora tolmi mahallasida. O'sha yerda ba'za qilib borishibdi. O'sha yerda narkotik ochiq sotilar ekan. Hali 14-15 yoshli qizlar o'zi ham taroziga tortsa 40 kilo chiqmaydi haligilar. Hali mahalla shunaqa to'yibdiki, aytayapti bitta xotin. Qayerdan sizlar desa, Qotartoldan desa, "Ha, jalabxonadanmi sizlar?" deyapti deb. Hali bir oqsoqol ham urushyapti. Hali xotinlar ham achchiqga to'yibdi deb solyapti haligi fohishalarda. Kichikroq fohishalar ekan, bittasini ag'darib qo'ysa, yotib oldi. Voydod, nima chaqiringlar? Skoriy deb. Melisa qarab turibdi haligida. Nimaga deganda, melisaga buyurilgan, ana u ushlasang, namozxonlarda top, soqoli bor, hijobi bor, masjidga olib yuborasa kirganlarda bor. Ekstremman halinga Qur'onni nimaga tarqatganlar bor. Shularda. Bu jalablarga tegma. Bu bizga haligi nima bo'ladi-da, qizil daftarga yozib qo'ygan bu. Bu ko'payish kerak. Boshqa mamlakatlarda rosa ko'payib ketdi. Bizda bu rivojlanmayapti. Mana iflos ana bu vahobiy degani bor, hizbit degani bor. Shular odamlarda aynitib qo'yib, mana hech kim bu shuncha katta tungi klublarda ochib qo'ydik, qimorxonani ochib qo'ydik. Hali qilib yaranga cho'miladigan, siyadigan, ichadigan joyini bilata bilan bekitib olib, o'yinga tushadigan joylarni qilib qo'ydik. Shunda ham bu buzilib ketmayapti.
Endi ashunga hozir mana nimani ham jarabxonani ham alina personal listdan ochib qo'ydik. Sen bularda nima qizil daftarga yozib qo'yganmiz, bularga tegma deydi. Ana